Navruz bu mehr muhabbat va bag'rikenglik bayrami. Bugun biz Flarus jamoasi qadrdonlar turar joy majmuasida shu fayzli kunni nishonlab, iftor uchun haqiqiy gruzin taomlaridan dasturxon yozishga keldik. Gruzin taomlari ham xuddi o'zbek oshxonasi kabi qalb va mehr bilan tayyorlanadi. Masalan, xachapurini olsak, u non kabi har bir xonadonda pishiriladi va har bir xonadonda o'zgacha uslubda. Bugun biz dasturxonimizda xachapuri, gruzinskiy salatlar, xinkali va haqiqiy gruzin ziravorlaridan tayyorlangan shashlikni tayyorlaymiz. Umijon aka, keling yordam berib o'ring. Keling Saidjon, zerikmadingizmi? Umijon aka, Flarus restoran nomini qo'yganda qanday o'ylab topgansizlar? Rosa ham nomdor chiqqan, bir esda qolarli, juda ham bir ajoyib chiqqan. Biz Flarus restoranini asosan gruzin oshxonasiga mo'ljallaganmiz. Flavor so'zida masalan lazzat nomini bildiradi. Biz uz qo'shimchasini qo'shib Flarus qilib qo'yganmiz. Lazzatli taomlar restorani. Ya'ni lazzatli taomlar restorani, oilaviy restoran deb qo'yganmiz. Bu asosan gruzin oshxonasi-ku sizlarda? Albatta. Bayramlarda, qanaqadir bir kattaroq tadbirlarda gruzinlar qanaqa taomlarni dasturxonga qo'yishadi, mehmondo'stlar? Bilasizmi, mana bizda to'y hashamlarda bilsangiz, albatta suyuqqa sho'rva beramiz. Mehmonlar ketishdan oldin osh beriladi. Gruziyaga borsangiz, albatta harch ovqatini ichasiz va xinkali taomlarini albatta bo'ladi dasturxonda. Eshitganman, hech tatib ko'rmaganman. Adashmasam bugungi dasturxonimizda bor bu ovqatlar. Albatta. Boshqa taomlardan ham serob bugun Gruziya bilan iftorlik qilamiz. Zo'r, mazza. Mening fikrimcha, barcha xalqlarning birlashtiruvchi eng muhim omil bu taom. Har bir millat vakili o'z milliy taomlarini sevadi. Bu haqiqat. Masalan, men o'z Farg'onamning choyxona palovini yoqtirib iste'mol qilaman. Mana, oshpazlarimiz ham ishlarini boshlab yuborishdi. Bu yoqda esa dasturxon bezatilmoqda. Biz har bir detalga e'tibor beramiz va aynan shu xususiyatimiz ko'p mehmonlarimizga yoqadi. Umijon aka, ikkita shunaqa biznes yo'nalishi bor. Doimo odamlarning xursandchiligi paytida kerak bo'ladi. Misol uchun aytaman, vrachlarga kasal bo'lganda boramiz. Advokat, yuristlarga biron bir boshimizga mushkulot tushganda boramiz. Yoki mashinamiz buzilib qoldi, avtomexanikka o'shanda boramiz. Kayfiyat yo'qda. Shunaqa ikkita biznes bor, doim kayfiyat yaxshiligida, ish zo'rligida boramizda. Hozir bu bergan savolingizga boringchi, bittasiga men javob beraman, ikkinchisiga o'zingiz bersangiz kerak bo'laman. Birinchisi albatta restoran to'ppa-to'g'ri sohasida bo'lsa kerak. To'ppa-to'g'ri. Chunki insonlar har doim restoranga yaxshi kunini, tug'ilgan kunlarini, qandaydir bayramona kunlarini nishonlash uchun boradi. Albatta. Biz restoran sohasidagilar bu kelgan mehmonlarimizni kayfiyatini ko'tarishga harakat qilamiz. Zo'r, to'ppa-to'g'ri. Ularga kayfiyat berishga harakat qilamiz. Ularga shirin taomlar qilib beramiz, yaxshi atmosfera qilib beramiz. Zo'r. Ikkinchisini bilmadim lekin. Ikkinchisi bu qurilish kompaniyalariga. Qachonki xalqimizda ishlar yurishsa, zo'r bo'lsa, pullari ko'p bo'lsa, mana shunaqangi qadrdonlar qurilish kompaniyasiga o'xshagan loyihalardan, chiroyli uylardan xarid qilishadi, mazza qilib yashashadi. Qarang, hozir 1 soatdan beri bolalar maydonchasida mazza qilib o'ynashyapti. To'g'ri, qo'shilishaman. Qurilish kompaniyasi nafaqat devorlar, balki insonlarga baxt bag'ishlaydigan joylar yaratish kerak deb hisoblayman. Qadrdonlar buni amallagan. Bu yerda barcha sharoitlar muhayyo. Zamonaviy qurilish standartlariga asosan bunyod etilgan. Iftorimiz shunday go'zal joyda bo'lib o'tayotganidan juda xursandman.